Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Kogon shahar tibbiyot birlashmasida 2025-yil 10 oy davomida bajarilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, Kogon shahardagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaning qabul qilish quvvati 250 qatnovga, oilaviy poliklinika ham 250 qatnovga mo'ljallangan. Ikki smenada faoliyat olib boradi. Poliklinika shahardagi 19 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 2 ta kollej, 11 ta maktab va 15 ta maktabgacha ta'lim muassasalariga qarashli aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada aholi tibbiy xizmat ko'rsatish va uyda patronaj ishlarini olib borishda 26 nafar oilaviy shifokor va 95 nafar patronaj hamshiralar faoliyat yuritmoqda. Aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida tarmoq reja tuzilgan. 2025-yil 10 oy davomida tarmoq reja asosida 54.644 nafar aholi, ya'ni kollej talabalari, maktab o'qituvchilari va maktabgacha ta'lim muassasa tarbiyalanuvchilari, fertil yoshdagi ayollar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. Shuningdek, yotoqdagi bemorlar poliklinika mutaxassislari tomonidan uyga borib tibbiy ko'rik tashkil qilinib, zarur laborator va instrumentlar tekshiruvlari o'tkazilib, kerakli dori-darmonlar uylarga yetkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28 dekabrdagi sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishni jadallashtirish hamda ilg'or raqamli texnologiyalar joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbir to'g'risidagi Prezident qarori 415-son qarorga asosan barcha hududlarda davolash muassasalarida ichki lokal tarmoqlarni tashkil etish vazifasi belgilangan. Kogon shahar tibbiyot birlashmasida ham qaror talablariga asosan lokal tarmoq o'rnatildi. Gipon texnologiyasidan foydalanildi. 2024-yilda tashabbusli budjetlar mahalliy budjet boshqaruvidagi to'g'risidagi Open budjet orqali 56 dona zarur kompyuter jamlamalari va 34 nafar printer olindi. Markaziy shifoxona, emergen departament bo'limi, shok palatasi, telemeditsina uchun kerakli jihozlar bilan ta'minlandi. 2025-yilda suda mablag'lari asosida 8 to'plam kompyuter jamlamasi olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 415-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2024-yil 17 dekabrdagi 384-son buyrug'iga asosan Kogon shahar oilaviy poliklinika, ko'p tarmoqli markaziy poliklinika ham markaziy shifoxona korrupsiyaviy holatlarni oldini olish maqsadida Demet yagona axborot tizimiga to'liq o'tildi. Barcha tibbiy hujjatlar to'liq raqamlashtirildi. Shifokor qabuliga uydan turib onlayn yozilish imkoniyati yaratildi. Surunkali kasalliklar uchun reimbursatsiya elektron retsept asosida dori-darmonlar bepul berilyapti. Xo'jalik hisobidagi bo'limlardagi pulli xizmatlar raqamlashtirildi. Qabulga kelganlar uchun barcha qulayliklar ta'minlandi. Ona va bola xonalari tashkil etildi. Aholi uydan chiqmagan holda poliklinikaga tashrif buyurmasdan tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lishi, shifokor qabullariga onlayn navbatga yozilishi, laborator tahlil natijalarini olish, Demet mobil ilovasini yuklab olish imkoni bo'lmaganda Kogon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli poliklinikalar shifokorlar qabuliga onlayn yozilishining muqobil usuli orqali navbatga yozilish imkoniyati yaratildi. Oilaviy poliklinika infratuzilmasini yaxshilash maqsadida birlamchi jamg'arma mablag'lari hisobidan 90 million so'm 8 to'plam kompyuter, navbatni e'lon qilish uchun 4 dona smart televizor, reimbursatsiya dasturi uchun 4 dona chek printer, 2 dona 2D skaner olindi. Tashabbusli budjet mablag'lari hisobidan muassasalarni raqamlashtirish maqsadida 50 dona monoblok, 20 dona printer, 10 dona chek printer, 4 ta 2D skaner, 4 etiketkali printer xarid qilindi. Kogon shahar tibbiyot birlashmasi zarbdor 90 kunlik bo'yicha birlashmada KTMP oilaviy poliklinika bo'lim mudirlari va katta hamshiralar ishtirokida yig'ilish o'tkazilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 7-may kundagi e'lon qilingan zarbdor 90 kunlik topshiriqlar yetkazildi va tushuntirish ishlari olib borildi hamda bu boradagi yo'nalishlar belgilab olindi. Tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi bo'yicha papka tashkil qilindi. Shuningdek, bajariladigan ishlar rejasi tuzib, yig'ilish bayoni rasmiylashtirib, Kogon shahar hokimligida tasdiqlab olindi. 90 kunlik toza qo'llar dasturi bo'yicha 26 million so'mga qo'l yuvish va tozalash vositalari xarid qilinib, bo'limlarga tarqatildi. Birlamchi hojatxonasini ta'mirlash uchun 13 million dori-darmon GSP sertifikatini xarid qilish uchun 17 million so'm pul mablag'lari ajratildi.
yuqoridagi tasdiqlangan reja asosida barcha topshiriqlar 100% hozir tibbiyot birlashmasida bajarilgan. Keyingi yil oxirida bajarishni oldimizga maqsad qilib qo'ygan vazifalarimiz bor. Birinchi vazifamiz shu xodimlarni 100% kompyuter savodxonligi bo'yicha o'qitish. Bu ikkinchi maqsadimiz mahallalar kesimida kasalliklarni oshib borishini tahlil qilib, shu bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni olib borish. Davolash usulini xalq tabobati usuli bilan davolashni 30% ga yetkazish. Ya'ni keyingi maqsadimiz 2 nafar tor soha mutaxassislarini Turkiya davlatiga malaka oshirib kelishi rejalashtirilgan. Bundan maqsad shu Kogon shahar tibbiyot birlashmasida yuqori texnologik operatsiyani respublika darajasida bo'ladigan operatsiyalarni shu o'zimizning shaharga joriy qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmizlar. Kechangi shu tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan hurmatli davlatimiz rahbarlari oldida tibbiyot xodimlari munosib taqdirlandi. Ya'ni tibbiyot xodimlariga juda ham keng imkoniyatlar yaratildi davlatimiz rahbarlari tomonidan. Xodimlarni oylik maoshlari, oila shifokorlarini ya'ni rag'batlantirish ustamalari joriy qilindi. Ya'ni 6 kunlik ish kunidan 5 kunlik ish kuniga o'tkazilganligi, ya'ni bizni vatanga sadoqat bilan ishlash, shu aholini doim sog'lig'ini o'ylashga jalb qiladi. Bizlar hozir Kogon shahar aholisi bo'yicha shu kasalliklarni, 10 oylik kasalliklarni hammasini o'zi ma'lumotini qilib chiqdik. Birgalashib xodimlarimiz bilan shu kasalliklarni oldini olish, ya'ni ularni profilaktika qilish bo'yicha har bitta mahalla bo'yicha hozir reja grafikini tuza olganmizlar. Bu kasalliklarni o'sha mahallalarga shu tarqalishini oldini olish, ya'ni bu kasallikni davolash emas, ya'ni profilaktika chora-tadbirlarni tuzishni reja qilib qo'yganmizlar. Men o'zim boshchiligimda shu mahallalarda hozir fuqarolarni murojaatlarini eshitish bo'yicha reja grafikini tasdiqlab olganmizlar. Har bitta mahallaga reja asosida chiqib, ularning muammolarini o'rganib, shu o'rinbosarlarim ham chiqib, birgalashib shu xalqni muammolarini o'rganib, ularga shu sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, boshqa masalan sog'lom ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish borasidagi tushuntirish ishlarini ham olib boryapmiz. Biz Kogon shaharda 19 ta mahallani ham hozir birlamchi tizim xodimlari bilan birgalashib, xonadonlarga ularni shu oila a'zolarini nimasidan kelib chiqqan holda har bitta oilada menusini tashkillashtirib berganmiz. Sog'lom masalan ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish bo'yicha 19 ta mahallani ham hozir bir boshdan aynalib, xatlovdan o'tkazib, ular bo'yicha keyingi chora-tadbirlar, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida tushuntirish ishlarini ham olib boryapmiz.